hozirgi davrda milliyligimizga juda ko'p urg'u berilib turibdi. Shu jumladan Xorazmda baxshichilik maktabiga o'z hissasini qo'shgan Bolabaxshi otaning kenja farzandlari 70voy domla bizda hozirgi davrda institutimizda o'z ish faoliyatini olib bormoqda. U o'zini ota kasbini, ya'ni doston otasidan qolgan dostonlarni, baxshichilikni rivojlantirib boshladi va o'zini institutimizda shogirdlarga o'rgatib kelmoqda. 70voy O'zbekiston xalq baxshisi va professor bo'lib ishlab kelmoqdalar. Baxshichilik san'ati haqida gapiradigan bo'lsak, baxshichilik san'ati juda uzoq tarixga ega. Baxshichilik san'atida xalqimizni turmush tarzi, urf-odati, musiqasi, madaniyati va boshqa tarixiy ildizlari aks etadi, namoyon bo'ladi. Baxshi ustozlarimiz haqida aytib o'tadigan bo'lsam, avvalo san'atni piri deb aytamiz, Oshiq Oydin pirini aytishimiz mumkin. Eshvoy baxshi, Suyov baxshi, Ahmad baxshi, Jumanazar baxshi, ularning davomchilari ustozlarimiz Bolabaxshi Qurbonnazar Abdullayev, Qurbonnazar Abdullayevning shogirdlari Otaxon baxshi, Qalandar baxshi, Norbek baxshi, Matyoqub baxshi, keyin ustozimiz, shu o'rinda ustozimiz 70voy aka Abdullayevni misol qilib keltirishimiz mumkin. 70voy aka Abdullayev ustozimizning shaxsiy hislatlari haqida gapiradigan bo'lsam, baxshichilik san'atining rivojida o'z mehnatini ayamasdan kelmoqdalar. Baxshichilik san'ati rivojiga ulkan hissa qo'shib keladigan insonlardan birisi deb aytsak, adashmagan bo'lamiz. Ustozimizni ijodiy faoliyatlariga, ilmiy faoliyatlariga rivoj tilab qolamiz. Ustoz 70voy aka Abdullayev haqida gapiradigan bo'lsak, ustozimiz o'z kasbini sevuvchi, o'z kasbini hurmat qiluvchi, kasbiga fidokor inson. Ustozimiz baxshichilik san'atining hozirgi kunda yirik namoyandalaridan biri. Ustozimiz bilan hozir amaliy jarayonlarni, amaliy ko'nikmalarni olib kelmoqdamiz. Tenglashur, bilimdonlar tarix boshin Aristoteldan izlashur. Ağlatın gece Arap şırvanım, bir yansın olsun